Assalomu alaykum kanalim obunachilar, barchalaringga yalangoyoq salom do'stlar. Mana yog'ayotgan qorga e'tibor berasizlar. 2026-yil 28-fevral sanasi, ertalab soat 10:30. Endi mana kirishalarimizni boshlagandik. Qor boshladi. Mana hozir bu yerdan ikkitagina urgandik. Endi men ko'rib turganman, mana endi urishni boshladik. Qor boshladi do'stlar. Hozirgina shupurib tozalab chiqqandik buni. Rekalarimiz ustini abrushodkalarda. Qor pag'a gupillatyapti, ko'rib turganingizdek azizlar. Atmosferaga e'tibor berib qo'yamiz azizlar. To'lqa sizlarga bu yerdan kislorod yetkazib bera olmayman. Shunaqangi zo'r havo bo'lyapti. Havomiz minusda, bugunga -4 abishat qilingan. Mana ko'rib turganingizdek azizlar. Qanchalik sizlarga yaxshi ko'rinyapti video davomida yozib ketasizlar do'stlar, kommentariya tashlab, podpisatsiya bo'lib, layklarni urib ketamiz azizlarim. Iloji boricha podelitsa qilib tashlaylar. Mana ko'rib turganingizdek azizlarim. Tomni ichi bu. Tomni chiqqanmiz, endi aylantirib chiqyapmiz mana.